Green Card'ga intervyu qanday o'tdi? Ko'psiz, mani ertalabim boshlanmaydi bilasizlar. Qizlar, oldindan spoiler, Green Card'ni berishdi. Mani hayotimda bundan oson suhbat o'tmagan. Hatto yo'q, adashyapman. Amerikaga turist vizasini olayotganimda men Tayvanda olganman, O'zbekistonda emas. U eng oson bo'lgan. Вот hamma aytadi Amerika vizasi juda qiyin deb va to'g'ri aytishadi. Lekin mani hayotimda shaxsiy mani tajribam Yevropaga Shengen olganman, Xitoyga viza olganman, orollarga viza olganman, Tursiyaga, ya'ni boshqa davlatlarga nisbatan Amerikaniki mani hayotimda eng osoni bo'lgan. 3 ta savol berishgan, даже yuzimga qaramasdan "Всё, vizani olding" deb mani chiqazib yuborishgan. Ya'ni hayotimdagi eng oson viza amerikanskiy viza bo'lgan. Green Cardda ham juda oson bo'ldi. Bizani intervyumiz ertalab soat 10 ga yozilgan edi. Biz sal vaqtliroq bordik. Kech qolgandan ko'ra ozgina vaqtli borib, o'sha yerda kutganimiz yaxshiroq deb o'yladik. Aytmoqchi, kim ingliz tilini bilmasa, o'zi bilan переводчик olib kelsa bo'ladi. Misol uchun turmush o'rtog'ingiz ingliz tilini bilsa, sizlar bilmasanglar bo'lmaydi. Sizlarni qarindoshinglar, oila a'zoyinglar sizlarga переводчик qilishga haqqi yo'q. Begona odam olib kelishinglar kerak, agar ingliz tilini bilmasanglar. Men ingliz tilini bilaman, bizga переводчик kerak emas edi. Ko'plar advokati bilan kelibdi. O'yladim, advokat nima qilar ekan u yoqda deb o'yladim. Advokat переводчикlik qilganda. O'zimizcha ko'rsanglar, klassический kiyimlarni kiyib olib, prezentabelniy ko'rinaylik deb borsak, hamma sportivkalarda kelgan. Men davlat anaqalariga, bildinglariga nima deydi? Ofitsialniy nimalar bo'ladi-ku, xodimlarning yoniga har doim klassический takoy kiyinishga harakat qilaman-da. Bu yerda ko'rsanglar, bomshga o'xshab kiyinib ketdi. Bir anaqangi erim bilan g'alati bo'lib ketdik. Biz bitta qanaqadir g'alati ko'rmoqmiz bularning ichida deb. Soat 10 ga yozilgan edik biz, lekin 10 da kirmadik. Где-то 10:30 da bizani chaqirishdi. Kirganinglarda sizlarga talonchik beradi, nomer bilan chaqirishar ekan. Bizdan oldin kirgan paralarni ajratishdi. Biz ko'rib turdik. Lekin bizani ajratishmadi. Biz birga kirdik. Mani fikrim bo'yicha qizlar, ular bizga green cardta berishini уже berilgan, tipa как ruxsat berildi deb qog'ozimizga balkim urilgandir, chunki bizani savollar bilan qiynashmadi ham, hamma narsa oson bo'ldi. Shartta вот ishoninglar, biz ko'proq kutdik biz suhbatda o'tirganimiz. Suhbatda 2 minut o'tirdik. 2 minutmi? 2 minut ham bo'lmadi-da. Shunda bo'ldi, sizga ketadi green cardta dedi, chiqazib yubordi. Unda erim bilan qarab turdik. Shuning uchun biz bir hafta uxlamadikmi debdi. Xo'sh, qanaqa savollar berishdi? Qayerda tanishgansizlar? Keyin men oldin turmushga chiqqanman-ku, mana turmushim bo'lgan. Sizlar o'shanda yozasizlar-da, necha marta turmushga chiqqansizlar, farzandinglar bormi, ajrim qog'ozlari, ofitsialniy hammasini qo'yasizlar. Sen oldin erga tekkan ekansan, nimaga ajrashgansan deb so'radi mendan. Men aytdim, yosh bola bo'lganmiz. Menga xiyonat qilgan erim, o'shaning uchun ajrashganman dedim. Всё, mana shu ikkita savolni berdi-da, keyin o'zi itak green cardtaga anketa to'ldirganinglarda, как aeroportlarda ham yozishadi-ku, savol-javob bo'ladi. Sumkanglarda оружие olib ketyapsizlarmi, narkotik olib ketyapsizlarmi, terroristlarga qo'shilganmisizlar degan jinni savollar bor, hammasiga yo'q deydigan savollar. O'zi green cardtaga topshirayotganinglarda o'sha savollarga yo'q deb javob yozib chiqasizlar. Xuddi o'sha to'ldirgan anketamni oldi-da, shu anketam bo'yicha savol berdi. Yo'q dedim. Поздравляю, green cardtani oldinglar deyishdi. Biz hayron. Lekin qizlar, faqat intervyudan o'tmagunimizcha ham erim bo'lganicha bo'ldilar-da. Hayotda erimni bunaqangi ahvolda ko'rmaganman, ishoninglar. Qo'rqib, to'lqin gaplashmay, bundoq g'alati bo'lib yurdilar. Qanaqadir bir ko'ngillari g'ash bo'lib, ovqat ham yeyolmadilar, normalniy ishlolmadi. Men nimadan qo'rqasan sen dedim. Nimadan qo'rqasan? Biz aldayotganimiz yo'q. Rostdan ham meni erimsan, ZAKS qog'ozimiz bor. Nimadan qo'rqyapsan? Nimaga bu darajada nervnичать qilyapsan desam, yangi prezidentdan nimani kutishni bilmaysan. Men o'shanisiga xavotir olyapman. Misol uchun Obama prezident bo'lganda xavotir olmas edim. U rasist emas. Yangi prezident rasist. O'shaning uchun men qo'rqyapman. Senga ming даже turmushimiz rost bo'lsa ham bermasligi mumkin. Bir narsa o'ylab topib deport qilib yuborishi mumkin. Chunki hozir migrantlarni deport qilyapti-da. Men aytdimki, u dokumenti yo'qlarni deport qilyapti. Men bu yerga qonuniy kirib kelganman. Hamma dokumentim bor. Namuncha qo'rqasan deb men tinchlantirib o'tiribman-da. Qizlar, men sizlarga bundan ham oldin aytdim, erim bunaqangi joylarga ishi tushmagan. Bunaqangi narsalarni bilmaydilar. Ya'ni tasavvur qilinglar, hech qachon qilmagan ishinglarni qilishinglar kerak bo'lib qolsa. Hayajonlanadi-yu odam qanaqadir, men buni oldin qilmaganman, tajribam yo'q deb o'ylaysizlar. Xuddi shunaqada amerikanецlarga, men sizlarga aytaman, shunaqangi oson birorta bir davlatga borish, u bizaga hali ham hozir avir yo'q, avir bor payt esinglardami? Avir olasizlar. Meni esimda-da, kichkinaligimda erga tegmagan qiz bo'lsang, agar erga tegmagan qiz bo'lsang,
ota-onang ruxsat berish kerak. Даже если 18 ga to'lgan bo'lsang ham, ota-onangdan senga ruxsat kerak chetga chiqish uchun. Agar erga tekkan bo'lsang, eringdan ruxsat. Shunaqangi jinni-g'inni bir qonunlar bor edi. Men o'sha paytda shunaqa jahlim chiqardi mana shu nimalarga. Nima deydi? Zakonlarga-da. Nimaga men erdan so'radim? Nimaga men ota-onadan so'rashim kerak? 22 ga kirib deb g'alati bo'lardim-da. Keyin menmi рабочий vizalar olayotganimda ham rosa yugur ko'p bo'lganda, o'zbekistonlik bo'lganim uchun ko'p kompaniyalar men bilan ishlagisi kelmas edi. O'zbeklarga viza qilish qiyindirdi birinchidan. Qilib beraman deydigani ham uzoq vaqt o'tib ketardi. Ya'ni biza bunaqa narsadan men shaxsan o'tirib ujichi o'rganib ketgan odamman-da, bunaqangi savol-javoblardan, vizaviy sentrlardan, davlat qanaqadir mana shunaqangi nima deydi, joylariga borib ishni hal qilib, qog'ozbozlik bunaqa narsaga men o'rgangan odamman. Immunitetim juda kuchli-da, chunki 18 yoshimdan shu narsa bilan shug'ullanaman, ishoninglar. Har yili har xil davlatlarda yashaganman-ku, ishim bo'yicha, kontraktlar bo'yicha, musobaqalarga qatnashganman, borganman. Ularga hamma yo'lga sizlar viza qilasizlar. Viza qilish uchun suhbatlardan o'tasizlar, mingta mana shunaqangi savollarga javob berasizlar. Ya'ni 100 marta qilganman bu narsani hayotimda. Amerikanetslar bo'lsa, ularga почти 90% yer yuzidagi davlatlar bezviz. Tasavvur qilinglar, ularga hech narsa kerak emas. Bitta pasporti, o'sha amerikanskiy pasporti bilan xohlagan joyga borib yuraveradi. Bir xil joylarga hattoki 3 oylab ular yurishi mumkin vizasiz. Ko'p amerikanets o'rtoqlarim, men viza olishim kerak. Yur, anaqaga borib kelamiz. Meksikaga boramiz. Yur, men bu yoqqa uchamiz deyishardi-da menga. Men aytardim, men viza olishim kerak desam, pasporting yo'qmi deydi. Pasportim bor, pasportga viza qo'ydirasan desam, yo'q, bizda qo'ymaydi, mana pasport bilan ketaveramiz. Ular hattoki даже bilmaydi ham, что Amerikadan tashqari boshqa odamlar har bitta borgan davlatiga viza olishini. Hatto shuni ham bilmaydi. Men aytaman, sizlar qanaqa dunyoda yashaysizlar? O'zi tasavvur qilasizlarmi, что Amerikadan tashqari yana bir dunyo anta davlatlar borligini bilasizlarmi deyman-da. Ko'p qilaman o'rtoqlarim ustidan, chunki amerikansklar geografiya bo'yicha, til bilish bo'yicha juda ham uroveni past bizadan. Biz geografiyani zo'r bilamiz. Ular Rossiya bilan Ukrainani farqini bilmaydi. Qozog'iston desanglar, O'zbekiston desanglar, bitta Qozog'istonni biladi, it o'sha Barat kinosining orqasidan. Yoki Afg'onistonmi, Pokistonmi? Voy, Afg'oniston qiyin deb qo'yish. Afg'oniston emas, O'zbekiston deyman-da. Shu ston bo'lgani uchun ular даже bilmaydi ham. Misol uchun Yevropadagi bir xil davlatlarni aytsanglar, qatta u deb turaveradi-da. Ya'ni ular juda ham geografiyani yomon bilishadi. Kstati, men anaqaga intervyuga ketyapman degan video olganimda juda ham ko'p qizlar O'zbekistonda keysini kutayotgan qizlar yozishibdi. Biz hali ham kutyapmiz, mashhura sizlarni 3 oyda chaqiribdi. O'shalarga javob berib keting shu videoyimda, qizlar qaranglar. Mana bunaqa holatlar bo'ladi. Yigiti, yigit emas, o'sha eriga tekkan bo'lsa, eri Amerikada green kartasi bor yokida Amerikani fuqarosi, xotini O'zbekiston fuqarosida, u erkak O'zbekistonga kelib uylandi bu qizga, lekin bu qiz Amerikada emas, alohida yashashadi. Olib keta olgani yo'q hali. Endi dokument qilyapti, mana uylanganidan keyin dokument qilyapti. Qaranglar. Mana shu eng katta xato. Men hamma tanishlarimga, shunaqa qiladigan tanishlarimga har doim aytaman, juda ham katta xato qildinglar. Oldindan uylanib olib O'zbekistonda dokument topshirish. O'zbekistonda dokument topshirish eng katta xato. Chunki u keyslar 2-3 yillab рассмотрениеda turadi. Amerikada bo'lib turib keys topshirish namnoga osonroq, tezroq. Maksimum sizlarni 1 yilda intervyuga chaqiradi. Hozir tushuntiraman. Xuddi shunaqa men topshirgan narsani qizlar ham qilishadi, faqat O'zbekistonda turib topshirishadi. O'zbekistondagi amerikanskiy posolstvoga topshirishadi-da. Ular 3 yillab, bir xilla 4 yillab kutganlari bor очередini, ularga bir narsa yetib kelishini. Bunaqangi vaziyatlarda men nimani maslahat qilaman? Agar misol uchun sizlarni bo'lajak turmush o'rtog'inglar, farqi yo'q hozir erkak, ayol, bir xil payt erkak desam hamma erkaklar deb o'ylaydi. Yo'q, Amerika fuqarosi, shunaqa deylik. Sizlarni turmush o'rtog'inglar, shu biza turmush quramiz, kimdir Amerika fuqarosi, kimdir O'zbekiston fuqarosi. Biza turmush quramiz deb kelishib olgan bo'lsanglar, lutshi Amerikada ZAKS qilinglar. Birinchidan ZAKS qog'ozi perevod qilib yurmaysizlar, bu bir. ZAKSdan birorta spravka kerak bo'lsa, O'zbekistonga yugurib telefon qilib, unaqa qilib o'tirmaysizlar, shotdan olasizlar hamma narsani. 2. Uchinchisi bu yerdan osonroq. Xo'p, oldindan green karta qilmasam qanaqa qilib men Amerikaga boraman degan savol bo'lishi mumkin. Viza nevesta degan narsa bor. Ya'ni kelin vizasi. Tasavvur qilinglar, mana meni erim Amerika fuqarosi va men O'zbekistonda yashayapman. Biz internetda tanishib qoldik, u O'zbekistonga kelib ketdi, biz ko'rishdik va u meni olib ketish uchun menga shunaqangi marry me qildi. Menga erga tegasanmi dedi. Men xo'p dedim. Biz o'sha narsani
viza nevesta beringlar bunga deb erim обращение qiladi. Biz advokatlar orqali shu spravkalar topshiramiz. Mashhurani men Amerikaga olib kelib uylanmoqchiman degan viza sizlarga qisqa qilib xalq tilida aytganda. Bunaqangi vizalar turistik vizaga o'xshab tezda рассмотрение qilinadi. Bu как oddiy anaqa vizada, как turistlarning vizasiga o'xshagan narsa. U bilan ishlashga haqqinglar yo'q-u, хотя бы Amerikaga qonuniy kirib kelasizlar. Mani intervyuga chaqirishadi, intervyuda so'rashadi, eringni qayerda uchratgansan, doказательствоlarni qo'yib berishinglar kerak-da, что sizlar bir marta bo'lsa ham Amerikani tashqarisida ko'rishganinglar haqida. Bu qanaqangi doказательство bo'lishi mumkin? Misol uchun erim O'zbekistonga olgan biletini ko'rsatadi, rasmlar. Agar mehmonxonalarda qolgan bo'lsak, o'sha mehmonxonalarda registratsiyadan o'tganinglarda ism yoziladi-ku, o'sha registratsiyalarda meni ham erimni ham ismi turishi kerak. Ya'ni shunaqangi qog'ozlar yig'asizlar, что доказательство, что sizlar ko'rishgansizlar, bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar, что sizlar haqiqiy parasizlar. Bir xilla o'sha onlayn tanishadi-ku, перепискalarini qo'yishadi. Mana onlayn перепискamiz, mana bunaqangi числоda tanishib qolganmiz, mana bizning перепискаlar bir распечатка qilib перепискasini ko'rsatadi. Ya'ni bu hamma narsa konfidensialni, hech kim sizlarning перепискalarini olib chiqib xalqqa ko'rsatmaydi. Bu hamma narsa sekret. Sizlarning shaxsiy danniinglar, xavotir olmanglar. Xullas, suhbatda keyin 99% ruxsat beradi bunaqangi vizalarga, ya'ni viza nevesta. Viza nevestani olasizlar, Amerikaga kirib kelasizlar, где-то 3-4 maksimum 3-4 oyda ko'rinadi bunaqangi viza nevestalar, maksimum. 4-5 yillab emas. Viza nevestani olishadi-da, Amerikaga kirib kelib, Amerikada turmush qurib, zaksdan o'tib, keyin Amerikada green kartaga topshirishadi. Mana shu eng oson yo'li. Hech qachon srazu green kartaga O'zbekistonda zaks qilib olib, O'zbekistondan topshirmanglar. 3-4 yillab kutasizlar. Bu ahmoqona решение O'zbekistonda qilish hamma narsani. No так как men уже Amerikada yashirdim, menga bu yerga kelish anaqa hojati yo'q, ya'ni men уже shotdaman. Biza srazu shotda topshirdik. Lekin men O'zbekistonda kimdir yashasa, kimdir Amerikada bo'lsa, O'zbekistondan srazu green karta olib kelaman deb o'ylasanglar, xato qilasizlar. Berishadi, bermaydi emas, просто 3-4 yil kutasizlar. 3-4 yil ichida уже bu yerda bo'lsanglar, гражданствоga topshirib olasizlar. Viza nevesta olsanglar, mana men bu yerga nevesta bo'lib keldim. Endi turmush quramiz degan narsa. Mana hamma Ukrainka dugonalarim, Rossiyalik dugonalarim mana shunaqangi viza nevesta bilan keladi. Keyin mana bunaqa ham bor. Misol uchun bir xilla viza nevesta bilan kelsanglar, bu degani 100% turmushga chiqishinglar kerak degani emas. Fikrimni o'zgardim, bu odamga turmushga chiqmayman deb ketsanglar ham bo'ladi. Shu biz turmush qurmaymiz, biz urushib qoldik. Shunaqa tushunib yetdimki, turmushga chiqmas ekanmiz. Ya'ni orqaga yo'l bor. Просто hech kim bunaqa qilmaydi-da, hamma yerga tegadi yoki turmush anaqa uylanadi. Xullas tushuntira oldim degan umiddaman qizlar. Sizlarga qisqa qilib bundoq tushuntirib ketyapman. Bunaqangi temalarni advokatlar soatlab tushuntirishadi-da. Bitta para yig'lab chiqib ketdi. Bizdan oldin kirganlar. Biza уже bitta parani ajratishdi. Bitta para yig'lab chiqib ketdi. Yig'lab chiqib ketgani, demak, bu xursandchiligidan yig'lagan yo'q. Xursandchiligidan yig'lagan odamlarni ko'rib turibmiz. Rasmga tushishyapti, ota-onasiga telefon qilishyapti-da, o'sha yerda turib, ofisda turib. Bular prям yig'lab ketadi. Demak, berishmadimi yoki bilmam отказ keldimi, bilmayman nima bo'lgan. Nimadir bo'lganda, biz ularni ko'rib, stomatologlarning yonida o'tirsanglar, kimdir baqirsa, yig'lasa, sizlar ham o'tirgan kutayotgan joyingizda qo'rqib ketasizlar. Xuddi shunaqa bo'ldi-da bizda ham. Qizlar, давайте endi summaga o'tamiz. Green kartaga qancha pulimiz ketdi? Advokatga $4,500 to'ladik uslugalariga. Advokat orqali qilsanglar, har doim vernyak bo'ladi. Gapimga ishonaveringlar. Chunki sizlar tasavvur qila olmaydigan darajada narsalarni, sizlar bilmaydigan, oddiy odam bilmaydigan narsalarni advokat aytadi. Mana kerak. Agar shu narsani qo'shsang, green karta olish shansing ko'payadi deb. Chunki biz oddiy odam sifatida va konstitutsiyani yoki qonunlarni bilmaganimiz sababli ko'p dokumentlarni qo'ymasligimiz mumkin. Hattoki u dokument bo'lsa ham, misol uchun meni xayolimga kelmagan dokumentlarni advokat so'radi. Agar o'zim to'ldirganimda, hatto YouTube'da juda ham ko'p anaqangi videolar bor. Mana bunaqa dokument olinglar, unaqa dokument, lekin advokatlar baribir sizlarga ikir-chikiri bilan o'rgatadi. Green kartani bitta anketasiga $1,600 ketdi, ikkinchi anketasiga $500 ketdi, yana bitta qanaqadir anketasiga $300 ketdi. Unaqangi anketalar ko'p to'ldiriladi, aksariyati bepul, aksariyati mana shunaqangi katta summa turadi. Ko'plar juda ham katta xatolik qiladi. Menga mashhur opa, men eriga tegsa avtomatik green karta jo'natishadi deb o'ylagandim deyshadi. Yo'q qizlar, sizlar unga to'ldirib, shuncha qog'ozini keyin yana Amerikaga dokazat qilib berishinglar kerak, что sizlarning turmushinglar haqiqiy. Unaqangi oson bo'lganda tasavvur qilyapsizlarmi? Odamlar kuniga eriga tegib, uylanib, kuniga ajrashib ketishardi green kartasini olib. Farzand ko'rsanglar, agar ayol beremenniy bo'lsa, eng zo'r доказательство bu farzand.
No tak как Amerika bu svobodная strana, odamlar ko'plari bu yoqda child free, bu degani hech qachon farzand ko'rishni xohlashmaydigan odamlar yashaydi bu yoqda. Ana o'shaning uchun ham hech kim sizlarni zo'rlamaydi-yu farzand ko'rgin deb, lekin mabodo farzand ko'rsanglar, bu eng zo'r доказательство, что sizlarni turmushinglar haqiqiy. Yana bitta juda ham ahamiyat berishadigan narsasi bu bankovskiy счетlar. Erga tekkandan keyin ko'plarni nimasi bir bo'lib ketadi-ku, mana byudjetinglar bir xil bo'ladi. Ana o'sha narsaga bizadan ham kstati so'rashdi. Bankdan qog'ozinglar bormi, что ikkalovinglarni nominglarda byudjetinglar. Ya'ni mani bankovskiy kartamga erimni dostupi bor, erimni счетлariga mani dostupim bor. Ya'ni biz bir-birimizni pulimizni ishlata olamiz. Mana shu narsani bizadan so'radi. Qog'ozni olib borgan edik biz, advokatimiz aytdi, olinglar o'zinglar bilan. Mana ko'rdinglarmi, advokat aytmaganda biz olmas edik. Oldik, so'radi bizadan intervyudan. O'sha qog'ozni ko'rsatdik, все dedi, beramiz green karta devordi. Ya'ni tekshirishadi. Keyin uylarni arendasi yokida agar kimnidir собственностьida bo'lsa, ko'rsatib berishinglar kerak, что birga yashashinglarni qanaqa qilib ko'rsatasizlar. Amerikada arendaga har bitta yashayotgan odamning ismini qo'yishadi. Qog'ozda kontraktda bo'lishi kerak, bu shart. Pravo olayotganinglarda ham ofitsialniy adresinglarni propiska deydi-ku bizani tilda. O'sha propiskani hamma yoqda so'raydi. Любой joyga borsanglar ofitsialniy propiskangni ko'rsat deyshadi. Ya'ni green karta uchun ham ikkalovinglar bitta adresda turishinglarni ko'rsatib berishinglar kerak. Yana bitta muhim narsa bu rasmlar. Prosta selfie rasmlar emas. Bundan oldingi videoda aytib ketganimdek, ko'proq boshqa odamlar bilan tushgan rasmlar, ya'ni ota-onalar, do'stlar, birodarlar bilan tushgan rasmlar yokida sayohatlarda, ya'ni bu demak sizlar qayergadir birga chiqib kelganinglar, mana shunaqangi rasmlar ko'proq rol o'ynaydi. Keyingisi xatlar yig'asizlar, qo'shnilardan, qarindosh urug'lardan, do'stlardan xatlar yig'asizlar. U xatlarda odamlar men palonchi pismadonchi mashhura bilan Griffinni qo'shnisiman. Bular mana adresda turishadi. Biz qo'shnimiz, haqiqiy er xotin, biz bularni ko'ramiz, bir-birini sevishadi. Mana bittasi shunaqa xat berdi. Mani qaynonam yozib berdilar xat. Mashhura bizani kelinimiz, yaxshi ko'raman. Bizani yoni Ohioga kelgan bir marta, u bu bizani TikTokimizni anaqasini, ссылкасini yozdik biz. TikTokimiz erim bilan men как раз juda ham ko'p videolar olganmiz-ku, o'sha narsa meni kallamga kelib qoldi. Advokatimiz aytdiki, bu prям zo'r narsa, chunki TikTokdagi videolar bizani har kunlik kundalik kunimizni ko'rsatib turgan, доказательство qatlagadir borganmiz, nimadir. Ammo uni kontent uchun olganman shunchaki. A в итоге green kartaga juda ham katta rol o'ynadi o'sha TikTok. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham prям hamma yoqda bir-biringlarni ko'rsatib yurishinglar kerak-da, чтобы sizlarning ijtimoiy tarmoqinglarni tekshirishsa, ichida sani ering bo'lib turibdi, xotin bo'lib turibdi. Ya'ni ular shu narsalarni tekshirishadi. Keyingisi strafovkalar. Amerikada bilasizlar, meditsinskaya strafovka bor hammada. Просто tak doktorga bora olmaysizlar, borsanglar qimmat bo'lib ketadi strafovkanglar bo'lmasa, hammada strafovka bor. Ishidan qilib beradi kimdir o'zi oladi xullas. O'sha strafovkani, misol uchun mana erim o'zlarining strafovkasiga meni qo'shib qo'yganlar. Uni yonida turibdi o'sha strafovkalarda tam Griffin Moss, xotini Mashhura Maqsudova. Ya'ni shu narsalarni ham ko'rsatib berishadi, mana strafovkamiz bir xil deb. Mashinaga strafovkani bir xil qilishadi. Bizda bitta strafovka, erim o'zlarining strafovka, mashinalarining strafovkasiga meni mashinamni solib qo'yganlar. Ya'ni mana shunaqa narsalarni ko'rsatasizlar, dokazat qilasizlar. Ya'ni bitta bankovskiy счет yoki rasm emas, hamma tomonlama, hamma narsada ikkalovinglarni isminglar turishi kerak. Hattoki menga olgan uzuvlari bor-ku, mana Merimi qilgan uzuvlari. O'sha uzuvni chekini ham advokat so'radi. Anaqaga, chunki u yoqda yoziladi-ku chekda nimagaligini, uzuvga qancha pul ketqizdi, rostdan ham misol uchun fiktivniy brak bo'lsa hech kim misol uchun 12 ming dollarga uzuv olmaydi-ku. O'sha narsalarni cheklari bilan ko'rsatib, jo'nat chekini deyishdi. Men erimga qimmat sovg'a, endi qimmat emas, 600 dollarlik soat olib berdim tug'ilgan kunlariga. Ana o'sha soat chekini men qo'ydim, что bir-birimizga sovg'a qilgan narsalarni cheki. Keyin har xil biletlar, ya'ni biletda bitta reysda bo'lishinglar kerak-da. Ikkalovinglarni isminglarni biletinglar, ya'ni misol uchun Ralli shahridan, men yashayotgan shahardan Nyu-Yorkka uchgan bo'lsanglar, Ralli Nyu-York bileti, meni ismim, o'sha datada, o'sha reysda erimni ham bileti, o'sha, что biz birga путешествовать qilganmiz. Mana Oregonga borib keldik, qatlagadir borib keldik, o'shalarni biletini qo'ydik. Keyin qolgan mehmonxonalarimizda rezervida, mana mehmonxonani rezerv qilasizlar, kim nomiga rezerv yoziladi-ku, ana o'sha joylarga hamma yoqda meni ham erimni ham ismi turadi. Ya'ni buni bizga oldindan advokatimiz ogohlantirib qo'ydi. Ana o'shanchini mana advokat aytmaganda, erim faqat o'zining nomiga bron qilaverardilar-da, meni nomimni qo'shib o'tirmas edilar. Chunki haqiqiy hayotda hech kim ikkita odamning nomini qo'shib ishni ko'paytirib o'tirmaydi-ku. Bizani bo'lsa, anaqamiz advokatimiz ogohlantirdi. Qayoqga borsanglar, nima qilsanglar, qanaqa sayohat qilsanglar, ikkalovinglarning isminglar tursin degan. Hattoki, bizda TikTok bor, TikTokka beraymi deganimda, TikTokimiz boshqacha nomlanardi oldin. American Uzbek Couple deb nom qo'ygan edik.
TikTokinglarni ham ismi Mashhura Griffin turishi kerak dedi. O'shaning uchun biz o'zgartirdik TikTokka. Keyin ko'p joylarda meni Mariya deb chaqiradi. Misol uchun bizani to'yga приглашение jo'natishadi bir xil do'stlarimiz, bir narsalar u yoqga meni Mashhura Maqsudova deb o'tirishmaydi, Mariya deb yozishadi. U доказательство bo'la olmaydi. O'shaning uchun biz do'stlarimizga to'ylarga пригласительный jo'natganlarga iltimos qildik. Iltimos Mashhura deb yozib beringlar, buni ismi Mashhura deb. O'sha пригласительныйlarni ham jo'natasizlar. Доказательство, что biz paramiz, mana boshqa odamlar bizani как para sifatida to'yga taklif qilishdi deb. Shunaqangi melichlargacha ham advokat so'radi-da bizdan. Ya'ni qizlar misol uchun advokat shu narsalarni aytmaganda meni xayolimga ham kelmas edi. Kimgadir meni ismimni yozdirish, biletlarga ikkita odam, bilet mayli ikkita odamga yoziladi, lekin men mehmonxonalarda ikkita odam qilib o'tirish, unaqa narsa umuman bizning xayolimizga ham kelmas edi. Lutshi sizlar mana shunaqangi melichigacha ko'p dokument topshirib qo'yinglar, чтобы sizlarni intervyuda qiynamasligi uchun. Ularning qo'lida hamma доказательство turadi, a все bu para deydi deb berib yuboradi. Agar sizlarda qog'oz kam bo'lsa, intervyuda qiynaydi, tekshir boshlanadi yoki boshqa paralarga o'xshab 1 yillab, 1,5 yillab sizlarni tekshiradi. Bizani 3 oyda sразу intervyuga chaqirishdi. Ana o'shanaqangi dokumentni ko'paytirganimiz uchun. Advokatimiz zo'r ayol. Men ularni TikTokda juda ko'p kuzatardim-da oldin. Keyinchalik green karta гражданство olganimda shu ayolga обращаться qilaman degan edim. Ko'p do'stlarimga dokument qilib bergan o'sha men advokatim, juda zo'r advokat. Rus tilida gaplashadi. Xullas, keysimiz 100% yutsin desa, mana shunaqangi melichniy dokumentlarni mintib jo'natib tashlash kerak. Qancha dokumentinglar ko'p bo'lsa, совместный birgalikda yig'ilgan dokumentlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha sizlarni green karta olishga shansinglar ko'payadi. Oldin Trump prezident bo'lmasdan oldin bir xil paralarga ishonsa, hattoki intervyuga chaqirmasdan shunda pochta orqali green kartasini jo'natib yuborishardi. Hozir bu narsa yo'q qilingan. Har bitta parani hozir hali ham chaqirib anaqa qilishadi. Intervyu qilib keyin beradigan bo'lgan green kartani. 1 yil oldin unaqa emas edi. Agar paraga ishonsa, shunda ham jo'natib yuborardi. Chaqirib o'tirmasdan intervyuga. Hozir qiyinroq. Tim bo'la bunaqangi qiyinroq paytda dokumentni 2 barobar ko'p yig'asizlar. Men bu narsani Instagramimda ham aytib berdim. Qizlar, birinchi marta hayotimda meni hayotim vizaga bog'liq emas. Chunki bir umr chetlarda ishlaganman. Har doim bizani direktorlar qo'rqitishardi. Bizani siqadigan tarafi nima? Bu viza. Chunki ishxona sizlarga ish vizasi bo'lsa, buni ishxona qilib beradi. O'zingizlar ola olmaysizlar-ku ish vizasini. Kimdir qilib beradi sizlarga. Birorta ofitsial ishlayotgan joyingizlar qilib beradi. O'sha ishlayotgan joyimiz har doim bunaqa bo'lsa, vizang nima bo'lsa, vizangni atmang qilaman. Vizangni atmang qilaman qilib qo'rqitib-urardi-da bizani. Ya'ni biza o'sha ishxonani ko'tini o'pib ishlashimiz kerak bo'lardi, agar vizamizni atmang qilishini xohlamasak. Prosta men yaxshi ishchi bo'lganman, har bitta ishlagan joyimda menga unaqangi gap ko'p gapirishmaganu, lekin chetdan juda ko'p eshitardim shu boshqa raqqosalarga nisbatan shu gaplar yoki boshqa artist, sirk artistlariga nisbatan bir ikki marta o'zimga ham gapirishgan. Xarakteringni agar to'g'rilamasang vizangni atmang qilamiz deb. Meni bilasizlar-ku, men betga choparman. Betga chopar emas, men o'zimni haqqimni talab qiladigan odamlardanman. Jim o'tirmayman. Agar kontrakt usloviyalari buzilib, meni nimamni huquqlarimni buzishsa, men jim o'tiradigan odam emasman. Kontrakt bo'yicha talab qilardim ish bergan odamdan. Mana kontraktda mana bunaqa yozib qo'yilgan. 8 soatlik ish deyilgan. Nimaga meni 9 soat ushlayapsan ishxonada deb so'rayirdim men. Va bu narsani qilishga haqqinglar bor. Kimga bunaqangi ishchi yoqadi? O'zini haq-huquqini biladigan ishchi. Hammaga aytishadi-ku, tupuymi upravlять легче deb. Qancha tupuy bo'lsanglar, sizlarni boshqarish oson bo'ladi deyshadi-ku. O'shaning uchun ishxonada meni qo'rqitishardi. Agar nima sal o'zingni bosib olmasang, vizangni atmang qilamiz. Men aytardim, vizamni atmang qilsang, men ustingdan seni sudga berib yuboraman. Men haq-huquqimni bilaman. Men hech narsani o'zim tarafdan narushat qilmayapman. Ish deyapsan, ishlab beryapman. Bergan kostyumingda o'yinni beryapman. Talab qilgan narsalaring hammasini qilyapman, lekin sen ishchi sifatida menga beradigan narsalaringni bermayapsan to'liqchalik. O'shaning uchun sudga chiqib ketsa, sen neprav bo'lasan dedim-da, hammasini chakaga o'chardi. Lekin bunaqangi narsa meni hayotimda bir martagina bo'lgan. Aksariyat holatlarda meni ishchilar yaxshi ish bergan odamlar yaxshi ko'rardi. Nabarot chaqirardi, sen справедливый odamsan, yaxshi anaqa hurmatimizni joyiga. Men hammani hurmatini joyiga qo'yaman. Paka meni huquqimni buzishmasa. Faqatgina meni huquqimni buzishdi, все, mendan yomoni bo'lmaydi qizlar. Meni hurmat qilib, kontrakt bo'yicha men bilan ishlashsa, mendan zo'ri yo'q. Men благодарный odamman. Har doim yaxshi odzivlar qoldirib, boshqa artistlarga ham o'sha joyi tavsiya qilaman-da. Kontrakt buzilsa, meni huquqimni buzishsa, уже все, men chakagim o'chmaydi. Xullas, men bir umr mana shu narsani eshitib kelgan odamman. Даже mana Amerikaga kelganimizda ham sizlarga aytib berdim. Ish vizasini qilib bergan studiya постоянно bizani qo'rquv ostida ushab turardi. Vizanglarni atmang qilamiz. Vizanglarni atmang qilsak, xoruzor bo'lib ketasizlar bu yoqda. Amerika qiyin davlat. To'g'ri aytishgan. Agar vizamizni atmang qilib bir narsa qilishganda, biz bu yoqda xoruzor bo'lib ketishimiz ham mumkin edi. Agar tupoy bo'lsanglar, o'zinglar eplolmaydigan bo'lsanglar, bunaqangi xavfi ham bor, chunki Amerika juda ham qiyin, dokument bo'yicha qiyin davlat. No, o'zbeklar hamma yoqdan yo'lini topib ketadi.
Biz tug'ilganimizdan qiyinchiliklarga o'rgangan odammiz. Xullas, mana uyga keldim, o'tiribman-da, kallamga mundoq tepib qoldi. Birinchi одобрение berganda shokka tushib qolasizlar, uncha hali kallanglarga yetib kelmaydi, что sizlar всё svoboda. Всё, ozodsizlar endi. Boshqa hech qanaqa vizani har yili cho'zdirish uchun ham bir to'da dokument yig'asan. Agar senga ishonishsa, что sanda keraksan hali ham Amerikada, o'shanda beradi. Ammo yangi prezident qonunlari bilan o'shani ham yo'q qilib qo'yishgan. Всё бы ничего, eski prezident bo'lganda ham uncha qo'rqmas edinglar-da, qizlar. Tramp kelgandan beri hamma narsa qiyinlashib qolgan migrantlarga. Har bitta dokumentga juda ham ko'p kuch kerak yig'ish uchun. Endi men bo'lsam ozodman. Xohlagan joyimga chiqib kelaman. Xohlagan paytimda kirib kelaman, xohlagan paytimda chiqib ketaman. Hech kim menga hech narsa deya olmaydi. Xohlagan ishimda ishlay olaman. Boshqa ishda ishlayman deb ko'zim uchib turgani yo'q edi-yu, lekin shunaqangi imkoniyat bor bo'lishini o'zi ham yaxshi-da. Bu narsani gapirib berganimda Green Card'ga intervyuga ketyapman deb ko'plar Amerikada qanaqa yuribsiz bo'lmasam Green Card'ingiz bo'lmasa deb yozib yuboribdi. Qizlar, sizlar ko'plar tushunmas ekan Green Card'da nimaligini. Green Card'da bu vид на жительство. Ya'ni Green Card'da bu sizlarga vizasiz bemalol ishlashga, bu yerda yashashga ruxsatnoma. Ko'plar o'ylashadiki, Green Card'siz Amerikaga kelib bo'lmaydi. Yo'q, Green Card'da bu umuman bu narsani viza kerak. Hamma yoqqa borish uchun viza kerak. Просто viza sizlarga 1 yilga beriladi, 2 yilga beriladi ish viza bo'lsa. U tugagandan keyin sizlar cho'zdirishinglar kerak, yangisini olishinglar kerak. Green Card'inglar bo'lsa, sizlarga bu narsa boshqa kerak emas. Xohlagan joyinglarda yashaysizlar, xohlagan joyinglarga chiqib kelasizlar, sizlarga boshqa hech narsani cho'zdirish, yangi narsa olish kerak emas. Haq-huquqinglar ham sal kattaroq bo'ladi. Hamma narsa osonlashadi. Tabriginglar uchun rahmat. Hammanglarni Instagramda o'qidim, katta rahmat. Endi xudo xolasa O'zbekistonda ko'rishamiz. 10-fevraldan 10-martgacha plan bo'yicha O'zbekistonga uchyapman 1 oyga. Hamkorlik bo'yicha va reklama bo'yicha mana shu nomerga bemalol yozsanglar bo'ladi. Описаниеlarga yozib qo'yman, bilmadim, videoga nomer qo'yish mumkinmi yo'qmi, bilmayman. Bir xil payt videoni ustiga nomer qo'yib qo'ysanglar, YouTube yoki TikTok blok qiladi. O'shaning uchun описаниеda qoldiraman administratorimni nomerini. Bye girls.